Men sizlarga boshida aytuvdim o'qimayman deb. Yo aktrisa yo qo'shiqchi bo'laman deb. Yo dedinglar. Qanaqa qilib bu yuz bilan aktrisa, bu ovoz bilan qo'shiqchi bo'lish mumkin? Pul bo'lsa hamma narsa qilsa bo'ladi. Meni pulim bilanmi? O'zing ishlab pul topib nima qilsang qil. 37 ming pul berdim o'qishingga. Bor ket. Ertaga bilet olganda ket Koreyangga. Ketmayman hech qayerga. Отчисление bo'lganman. Nima? Nima deding? Nimaga отчисление bo'lasan? Отчисление bo'ldim. Nimaga отчисление bo'lasan? O'qimadim. Nima qilding? Men xohlamodim ota o'qishi. Oyiz zorlab o'qitdilar. Oyimmi meni? Meni oyimmi faqat? Men bilasanmi o'sha pulni to'laguncha ona sutim og'zimga kelganini? Bilasanmi? To'lamang edi aka. Shunaqa ham tarbiyasiz qiz bo'lasanmi? Kimga o'xshagan qiz bo'lding sen? Bo'ldi, erga tegsam erim qaytarib beradi pulingizni.